Tövbe qildim. Bular jinnimaganmi? Nima deb yozgan? Granitsa xizmati ikkinchi xotin emas, qo'rqmasdan ikkita do'stingiz bilan borsangiz bo'ladi. Kirasiz, granitsa qilishim kerak endi. Men ham bir ko'rayin, narxlar qanchada ekan. Assalomu alaykum, Surosh aka, qandaysiz aka? Yaxshimisiz? Aka, ikkita xotinim yo'q, lekin ikkita oshnam bor edi. Shular bilan bir granitsa qilib kelishim kerak. Narx-navolar qanchadan bo'lyapti aka? Granitsa xizmatlaringiz. Va alaykum assalom, Oybek, xush kelibsiz. Qarang, granitsa xizmati siz Moskvadan boradigan bo'lsangiz 10 ming rubldan boshlanadi. Agar Sankt-Peterburgdan boradigan bo'lsangiz 13 ming rubldan boshlanadi aka. Agarda sizlarga ham kirdi-chiqdi xizmatlari kerak bo'lsa, arzon narxda, samolyotda, bir kunda kirdi-chiqdi xizmatlari kerak bo'lsa, Soliha Travel'ga bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Oyoqlaringizni cho'zib, komfort holatda, samolyotda uchasiz. Sizni o'zimizni shofyorlarimiz kutib olib, granitsa qildirib, yana aeroportga qaytarib olib kelib qo'yadi. Yana samolyotda bor yo'g'i 24 soat ichida siz granitsa xizmatidan foydalansangiz bo'ladi. Siz Tojikiston fuqarosi bo'lasizmi, O'zbekiston fuqarosi bo'lasizmi, Qirg'iziston fuqarosi bo'lasizmi, bemalol foydalansangiz bo'ladi. Qo'rqmasdan kelaveringlar. Haqiqatan granitsa xizmati bu ikkinchi xotin olish degan gap emas. Ikkita do'stingiz bo'ladimi, to'rtta do'stingiz bo'ladimi, bemalol kelsangiz bo'ladi. Buning uchun +7 kodi bilan 921 762 2500 raqamlariga WhatsApp orqali murojaat qilishingiz mumkin.